Dunyoqarashingizni o'zgartiradigan 3 ta ilmiy ommabop kitob. Hans Rosling va uning ikkita hammuallifi tomonidan yozilgan kitob bo'lib, hozirda dunyo avvalgiga nisbatan yaxshilangani, ocharchilik nisbatan kamaygani va hayotimiz yaxshi tomonga o'zgargani haqida 10 ta sabab keltiradi. Mamlakatlar tanazzuli bo'lib, bu kitobda biz siyosiy institutlarni turli xil davr, makonlar misolida ko'rishimiz mumkin. Ya'niki, siyosiy institutlarning mamlakatlar rivojlanishiga qanchalik bir ko'p ta'sir ko'rsatishini ko'rsatib bergan. Misol tariqasida biz Shimoliy va Janubiy Koreyani ko'rishimiz mumkin. Bu yerda boshqa misollar ham bor. Ajoyib kitob, tarjimasi ham go'zal, tavsiya qilgan bo'ladi. Behalovat avlod bo'lib, bu oxirgi yillarda juda bir trendga aylangan kitob. Trendga aylangani shunchaki bir hayp emas, balki bir foydali kitob. Bolalarning hayotiga gadjetlar, ijtimoiy tarmoqlar, internetning qanday bir yomon ta'sir ko'rsatayotgani, ularning nafaqat psixologik tomondan, balki jismoniy tomondan ham rivojlanishiga yomon ta'sir ko'rsatishi. Siz ushbu 3 ta kitobdan qaysi birini o'qigansiz va yana qaysi ilmiy ommabop kitoblar sizning dunyoqarashingizni o'zgartirgan? Izohlarda yozib qoldiring.